İkinci Cumhuriyetning tunji milliy qahramoni Akbar Batur. Akbar Batur 1911-yili Munbat ili viloyatining Qashdaryo vodisidagi Nilqi nahiya Ulastay bozoriga qarashliq Ulastay tog' jilg'isida shu yerlik bir mo'tvar qozoq oqsoqol oilasida dunyoga kelgan. Akbar Batur go'dak davridan boshlabla qahramonlarga, Baturlarga alohida hurmat qilatdi. G'ani Baturni o'ziga ulgi qilgan. Akbar Baturning Jallod Shingsay vakilligidagi Xitoy bosqinchilarini Sharqiy Turkistondan to'liq qo'g'lab chiqarish irodasi mundaqli o'tirg'i chiqqan iroda emas edi. Uningdagi bu yuksak iroda 3 avloddan buyon izchil davomlashib kelgan edi. Akbar Batur ilgari nechiqitim qo'milg'a safar qilib, Oltoy va Ili tarafdan ko'chgan qozoqlarni Bariko'l yayliqiga qo'g'dab opirib qo'yishdek mardonaligi bilan xalqning yuksak hurmatiga erishgan. Shu vajidan u qo'liga qurol ilib, dushmanga qurolliq qarshi turishga chaqiriq qilganda bir necha kun ichida uningga fidoyi bo'lgan qozoq yoshlari 300 nafardan ishib ketgan. Jallod Shingsay 1939-yili 1-oyda Kangsuga ko'chgan 3000 oila qozoqdan 1500 oila, 10 mingdan ortiq qeri cho'ra, ayollar va bolalarni bombardimon qilib o'ltirgandan keyin Oltoydagi qozoqlarning umumyuzlik qo'zg'alib ketishidan andish qilib, oldi bilan qozoqlarning diniy dohiysi Mankayni tutqun qilgan. Orqadilla Oltoydagi karaylarning sardori va Oltoy garnizon qo'mondoni Sharifqon To'ra qatorliq 55 nafar mo'tvarlarni Urumchiga yig'in bahonasida aldab akilib turmaga tashlagan. 1940-yildan boshlab qurol topshirmagan qozoqlarning hammini tutqun qilishga boshlagan. Shu chaqda Nilqi qozoqlarini qurol topshirmaslikka chaqiriq qilgan Akbar Batur va navri inisi Seyit Baturlarmi tunji turkumda tutqun qilinib turmaga tashlangan. Ayni chaqdagi Urumchi turmalari 250 mingdan ortiq Uyg'ur mahbuslar bilan to'lib ketgachga Akbar Batur va navri inisi Seyit Baturlar Nilqi nahiyalik soqchi idorasining turmasida tutib turilgan. 1944-yili 8-oyning 14-kuni Akbar Batur, G'ani Batur, Seyit Batur, Fatih Batur, Hamid Batur va Nur Obul Batur qatorliqlarning boshchiligida hozirgi Nilqi nahiyasining Ulastay tog'liq rayonida milliy partizanlar atriti qurilgan. Ular Shingsay va Gomindang mustamlikasiga qarshi milliy ozodlik ko'rishini boshlash uchun partizanlar atritining bosh shtabini Nilqi Ulastay tavasida qurgan. Plan tuzish va buyruq berishga mahir Fatih Batur mazkur partizanlar atritining bosh qo'mondonligiga, siyosat biladigan inisi Hamid Batur muavin bosh qo'mondonligiga, Jasur Akbar Batur oldin qisab qo'shin qo'mondonligiga, Qo'rqmas G'ani Batur zarbidor atratining bosh atamonligiga tayinlangan. Mazkur partizanlar atriti shu kunila atrofdagi Jalong'ol, Jarto'g'an va Ko'ksay qatorliq joylardagi yerlik xalq ommasini qo'zg'ab, G'uljidagi Xitoy hukumatining mustamlikchi armiyasiga qarshi qurolliq inqilob qo'zg'ashga tayyorlik qilgan. Oradan 3 kun o'tgandan keyin, ya'ni 1944-yili 17-avgust kuni Ulastay partizanlar atritining Ro'zahayit kunida masjidda qo'zg'olon ko'tarish plani Nilqi nahiya soqchixonasiga pash bo'lib qolgan. Gomindang doiralari butun soqchi kuchini to'liq ajirtib, Ulastayga necha mashina qurolliqlarni avatgan. Dushmanlar tarqoq jilg'iga kirgan hamon Akbar Batur bilan G'ani Batur tog'ning ikki tarafidan tuyuqsiz hujum qilib, barliq dushmanlarni qirib tashlab, nurg'un qurollarni o'lja olgan. Bu tunji jangda ayni chog'dagi milliy ozodlik inqilobining tunji pay o'qi futuqliq etilgan edi. Oqibat Nilqidagi dushmanlar aloqazodi bo'lib, G'uljidan jiddiy harbiy yordam talab qilgan. 20-avgust kuni Gomindangning eng sarxil bir urush atriti Nilqiga kelib, Ulastayga hujum qilgan. Bu qitimmi partizanlar dushmanni butunlay tarmar qilib, katta nusrat qozongan.
1944-yılı 2 sentabr Gomindan'ın atalmış 8. uruş rayonu başkomandanı Jushaoliang aeroplan bilen Ürümchiga kelib, Shingsayning huquqlarini o'tkazib olgan. Ertesi Xitoy qo'mondan Du Defu aeroplan bilan Ürümchidan G'uljiga kelib 2500 nafar muntizim askar bilan Nilqi partizanlarini tüpten yo'qotmoqchi bo'lgan. Düşmanlar oldi bilan 333 nafar eng zarbador atritini G'uljidan Nilqiga avatgan. Düşmanlar 9 sentabrdan 19 sentabrgacha 10 kun Nilqida yaxshi tayyorlik qilib, 20 sentabr kuni 3 yo'lga bo'linib Ulastayga hujum qilgan. Akbar Batur va G'ani Batur uda 2 kecha kunduz shiddatli jang qilib, düşmanlarni uzil kesil yo'qotgan. Har xil qurol-yarog'lar g'animat elingan. Ulastay partizanlari shuningdan keyin mudofaa holatidan faol hujum holatiga o'tgan. Partizanlar atirti to'liq tayyorlik qilib 1944-yılı 5 oktyabr kuni Akbar Batur, G'ani Batur va Seyit Baturlarning bir tutash qo'mondonligida Ulastaydan Nilqi nahiya bozoriga yurish qilgan. Ular 6 oktyabr saharda hujumni boshlab, bir kecha kunduzlik keskin janglar orqali 7 oktyabr saharda Nilqi nahiya bozorini ozod qilgan. Shuningdan keyin Nilqi nahiyasida Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik inqilobi tarixidagi tunji xalq hokimiyati qurilgan. Nilqi nahiya bozori ozod bo'lgandan keyin Olti Batur Ulastay partizanlar atritini qaytadan tashkillab 3 cho'ng zarbador atratga bo'lingan. Birinchi cho'ng atratda 300 ga yaqin kishi bo'lib, qozoqlarni asos qilgan edi. Akbar Batur mazkur atratning boshlig'i, Seyit Batur muavin boshlig'i bo'lib tayinlangan. Ikkinchi cho'ng atratda asosan Uyg'urlar va oz sondagi G'ani Baturga cho'qinadigan Mo'ng'ul shibalar bo'lib 250 ga yaqin jasur kishi bo'lib, G'ani Batur mazkur atratning boshlig'i bo'lib tayinlangan. Üçüncü cho'ng atratning ko'p qismi o'rislardan tashkil topgan bo'lib, bu atratga tugmanchi o'ris Ivan atrat boshlig'i bo'lib tayinlangan. Shunda qilib, bu partizanlarning umumiy soni 800 nafardan oshib ketgan. G'uljidagi Xitoy doiralari bir oyga yaqin jiddiy tayyorlik qilib, Ürümchidan maxsus yordamga kelgan bir polik askarni Nilqiga avatgan. Nilqidagi milliy inqilobchilar amaliy kuchini qo'g'dab qilish uchun Nilqini tashlab Ulastayga taktikalik chekingan. Mazkur düşmanlarning 2 noyabr kuni Nilqiga kirganligidan xabar topgan Akbar Batur bosilgan davonidagi düşmanni yer tishlatgan askarlarni boshlab Fatih Batur va bosh shtabni qo'g'dash uchun Ulastayga tezdan yo'tkalgan. Natijada 2 noyabrdan 3 noyabrga qadar davom qilgan 9 soatlik hal qilg'ush urush natijasida bosh shtab qo'g'dab qilingan. Afsuski, bosh shtabni qo'g'dash yo'lidagi urushda Akbar Batur og'ir yaralangan. Akbar Batur eng halqiliq paytda düşmanni o'ziga jalb qilib, partizanlarning tez suratda o'zini o'ngshab qaytirma zarba berishini kapolatga ega qilgan. Lekin düşmanning o't kuchi har tarafdan Akbar Baturga uda markazlashganligi uchun Akbar Baturning badanidan qilchi saq yer qolmagan edi. Akbar Batur 3 noyabrdan 9 noyabrgacha bardoshlik berib, G'ani Baturning g'alaba xabarini zoriqib saqlagan. 9 noyabr kechda G'ani Baturning maxsus xabarchisi Akbar Baturga G'ani Baturning nihoyatda fidokorlik ko'rsatib, Sultan Uvays mazridagi saqchixona, Bayandaydagi mudofaa liniyasi va G'ulji shahri ichidagi saqchixona va muntizim askarga ega harbiy gazarmalarni pachoqlab tashlab, 7 noyabr kuni G'ulji shahrini ozod qilganligini xabar qilgandan keyin Akbar Batur 10 noyabr tong saharda rahat bir holda ko'zini yumgan. 1945-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati Akbar Baturga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan. Sharqiy Turkistondagi vatanparvar yoshlarning namunalik ulgisi, Ulastayning jasur o'g'loni Akbar Batur Uyg'ur va qozoqlarning o'rtaq dushmanini to'g'ri to'nigan. Uyg'urlar va qozoqlarning har vaqt taqdirdosh xalqlar ekanligini har zaman o'z amaliyatida ko'rsatgan bir Batur edi. U o'zining 33 yillik qisqagina hayotida mangu unutilmas doston yezib,
har bir vatan suyar yoshqa qimmatlik va bebaho milliy ruhni miros qoldirib ketgan edi. Uyg'ur xalqi Sharqiy Turkiston 2 Cumhuriyetining milliy armiyasiga asos solgan tunji shahid Akbar Baturni har vaqt yuksak hurmat bilan yod etadi.